dekabrda oxirida 2 yillik bo'ladigan qo'chqor. Kiringga oftobdan bu yoqqa kelmasga bitta narsani ko'rsataman. Nima aka? Xalqni orasida bitta gap bor-ku. Yetim qo'zi asrasang og'zi burning mo'y bo'ladi, bari u qo'zi bo'lmaydi deydi-ku. Dekabrda oxirida 2 yillik bo'ladigan qo'chqor. Onasi tuqqan paytda shu xo'jalikda egasini chaqirganlar, yelini tortib ko'rganimizda fibrozli mastit bo'lgan yelin bezlarida biriktiruvchi to'qima o'sib ketib, sut kelmagan umuman kateterda ham tiqqanmiz, dori ham iloji yo'q. Qaror sut yo'q. Boshidan Nestle bilan boqilgan, yog'sizlantirilgan suti bilan, korobkalik sut bilan, laktel. Keyinchalik polni molni sutiga o'tkazilib, bilmayman 3 oymi, 4 oymi polni qo'lda ham sut berib, ham ovqatga o'rgatib, mana holat mana. Aka, qo'chqor. Bo'yi ham o'sgan, vesi ham o'sgan, ko'ti ham o'sgan, kallasi ham o'sgan, faqat quloq o'smay qolgan, o'z parodi shunaqa quloq. Quloqni qarang, quloqni. Ves og'irligidan tuyoq deformatsiya bo'lgan, qayrilib ketgan tuyoqlari. Tuyoq. Tuyoqni oling Sanjarbek, tuyoqni. Bu nechi kilo aka besi? Живой tak 100 kiloni tagida. Gap yo'q. 100 kiloni tagida. Shuning uchun har xil gaplarga ishonmasdan mehr berish kerak. To'g'ri boqib mehr berish kerak. Birinchi o'rin mehr. Mana shu zo'r yemini yegandan keyin mana bedasi oldida turadi. Tuz turibdi oldida, suv mana idish qanaqa bo'lishi kerak. Bir xilliklarni toza. Uyida borasiz, bilib, suv idishni ichida qumaloq yotadi-da. Yoki beda yoki yem yotadi ichida, u keyin atravit qiladi, qo'y bo'kdi, qo'y ichi ketdi. Zo'r. Albatta video foydali bo'lgan bo'lsa videoga like bosib, videoni qo'yib boqadigan do'stlaringizga jo'natib qo'ying.